Bizdagi joningiz sog' bo'lsin, omon bo'ling. Mana biz hozir Navoiy shahrida istiqomat qilyapmiz. Katta bir ishlar, reklamalar bilan. Hozir Bekzod akamiz bilan uchrashib qoldik. Farzandlarimni olib kelgandim, chiroyli qilib o'ynay qarang. Sizlar kameraga qaranglar-da. Kameraga sochlarni chiroyli qilib olib qo'ydilar. Agar sizlarda ham mana shunaqa bir soch masalasida muammolaring bo'lsa, bosh masalasida, soch masalasida Bekzodga murojaat qilaverasiz. Joningiz sog' bo'lsin aka, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Sizga ham konsertingizga omad. Nasib birinchi qatorda men shogirdlar bilan borib o'tirish nasib qilsa. Xudo xolasa. Ijodingizga omad. Valijon Shamshevni shogirdlari bo'ladi. Albatta. Ustoz. Charchamang aka, sog' bo'ling. Rahmat. Ustoz ham oqmoqchi kedim, sochlarini qalbista. Soch ekanmi ustozga oqsaydi borku. Mana sharoit imkoniyat bor. Ayttirmagan shu qonunimiz. Rahmat, rahmat. Mana sog' bo'ling. Rahmat uka, shunday moshinchalarni menga sovg'a qilding. Sog' bo'ling opa. Menga qara. Sen bir narsani noto'g'ri yozibsan-ku. Nimani? Nega shevaga yozding apamga deb? Men hammaga o'zimni Toshkentliman deb yuribman-ku men. Keyingi safar unday qilmaqaymi? Bo'ldi. Endi Instagramchaga video olamiz. Assalom, qandaysizlar? Mana meni ukoyim Ashkun shu moshinchani sovg'a qildi. Meni xursandchiligim shunday kek. Nima qilyapsizlar? Mashinani oldida sizlar. Uko, moshinchani egasiga qochdik. Apamgani u. Satil. Voy, nima yapib turdi?